Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi amaliyotimiz oyna amaliyoti deb nomlanadi. Buning uchun bizga juda ham katta oyna kerak bo'ladi. Bu amaliyot sizni tongda bajarsangiz juda ham tez natijaga chiqishingiz mumkin. Demak, oyna oldiga kelamiz. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Yana astagina nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Ko'zlarimizga qaraymiz. Men o'zim bilan bugun ko'zlarimga qarab suhbatlashmoqchiman. Demak, oynaga qarab men bilan shu affirmatsiyalarni birga takrorlaymiz. Men o'z kuchimga ishonaman. Men idrokimga ishonaman. Men bugundan boshlab o'zim bilan munosabatlarimni yaxshilamoqchiman. Men o'zimni sevishga loyiqman. Men hozir o'zimni qadrlayman. Men o'z so'zimda turaman. Men o'zimni ichki kuchimni qabul qilaman va bu kuchdan foydalanaman. Bugundan boshlab meni atrofimdagilar men haqimda qanday o'ylashini ahamiyati yo'q. Men bugun o'zim bilan kelishib olaman. Menga o'zim to'g'rimda, men o'zim qanday o'ylashim muhim. Men o'zimni borligimcha sevaman. Bugun men o'zimni qabul qilaman. Men o'zimni xatolarimni qabul qilaman. Men barcha xatolarimni hoziroq shu onda qabul qilaman. Men ko'zim tushgan insonlarga mehr beraman. Men o'zimdan faxrlanaman. Men noyob qobiliyat sohibiman. Men hoziroq shu onda kurashishni, qiynalishni, o'ylashni qo'yib yuboraman. Men shu onda ozodman. Men faqat mehrga, muhabbatga, yaxshilikka loyiqman. Men kichkina yoki katta emasman. Men hech kimga, hech narsani isbotlashimni hojati yo'q. Men insonlarni menga tan berishiga muhtoj emasman. Hozir meni hech qanday narsa, hech qanday joy, hech qanday mato g'azabimni qo'zg'ata olmaydi. Hech kim. Meni bugun qalbim xotirjam. Men ishonch bilan aytishim mumkin. Har bir muammoni bugundan boshlab tez yechimini topaman. Chunki Yaratganim meni qo'llab turibdi. Meni ongim sog'lom, ijobiy fikrlar bilan to'la. Men doimo xavfsizman. Men har kuni a'lo darajada o'zimni his qilaman. Bugundan boshlab men atrofimdagilarni borligicha qabul qilaman. Ular ham meni borligimcha qadrlaydi. Men bilaman, bugungi kunim hech qachon qaytib kelmaydi. Men doimo quvonch, mehr bilan yashashim kerak. Men qalbim bilan shu oynaga qarayman. Va men doimo o'zimga ishonaman.
oynaga men emas, meni qalbim qarab turibdi. Qalbim, men seni sevaman. Sen meni jonu dilimsan. Meni kechir, men anglamaganman. Men sendan minnatdorman. Qalbim, meni kechir. Shu vaqtgacha men senga mehr bermaganman. Senga e'tibor bermaganim uchun meni kechir. Men seni bugun ardoqlayman. Seni qadrlayman. Men sendan bugun minnatdorman. Sen muhabbatga loyiqsan. Sen mehrga loyiqsan. Men bugun baxtliman. Men bugun qalbimni ko'rdim. Men bugun muhabbatga, sevgiga, romantikaga loyiqman. Qalbim, bilasanmi? Sening va mening muhabbatim bu juda ham katta kuch. Men bilaman. Meni qalbim ochiq. Men bugundan boshlab mehr, sevgi tilida gaplashaman. Tashqi ko'rinishim menga juda yoqadi. Atrofimdagilar esa menga doimo xushomad qiladi. Men bilan iliq munosabatlarda. Men bugun barcha o'tmishimdan ozodman. Men bugun o'zimni, qalbimni hurmat qilishni o'rgandim. Men bilaman. Hayotim mo'jizasi, yaratuvchisi bu menman. Bu meni qalbim. Bugundan boshlab tez-tez o'zimni sevimli insonlarimdan so'rab turaman. Sizlarni kuchliroq sevishim uchun yana nima qilishim kerak? Men hayotga mehr ko'zlari bilan boqmoqdaman. Men ko'zim tushgan narsalarga mehr berishni boshladim. Muhabbat meni qamrab olgan. Chunki meni qalbimda sevgi, mehr, quvonch, bu esa hayotimni yoritib turibdi. Shu onda, shu daqiqadan boshlab qalbim, men sevishni o'rgandim. Men seni sevaman. Men afsusdaman. Men pushaymonman. Men aybdorman. Qalbim, meni kechir. Men sendan minnatdorman. Bugun men bu muhabbat, mehr kuchini boshqalarga ulashishni o'rgandim. Chunki hayot qonuni bor. Nima bersang, shuni olasan. Men bugun butun atrof olamga, insonlarga, jonzotlarga mehr ulashaman. Bu meni qalbim ulashadi. Men o'zim bilan bugun ko'zlarimga qarab suhbatlashmoqchiman. Demak, oynaga qarab, men bilan shu affirmatsiyalarni birga takrorlaymiz. Men o'z kuchimga ishonaman. Men idrokimga ishonaman. Men bugundan boshlab o'zim bilan munosabatlarimni yaxshilamoqchiman.
Men o'zimni sevishga loyiqman. Men hozir o'zimni qadrlayman. Men o'z so'zimda turaman. Men o'zimni ichki kuchimni qabul qilaman va bu kuchdan foydalanaman. Bugundan boshlab meni atrofimdagilar men haqimda qanday o'ylashini ahamiyati yo'q. Men bugun o'zim bilan kelishib olaman. Menga o'zim to'g'rimda, men o'zim qanday o'ylashim muhim. Men o'zimni borligimcha sevaman. Bugun men o'zimni qabul qilaman. Men o'zimni xatolarimni qabul qilaman. Men barcha xatolarimni hoziroq shu onda qabul qilaman. Men ko'zim tushgan insonlarga mehr beraman. Men o'zimdan faxrlanaman. Men noyob qobiliyat sohibiman. Men hoziroq shu onda kurashishni, qiynalishni, o'ylashni qo'yib yuboraman. Men shu onda ozodman. Men faqat mehrga, muhabbatga, yaxshilikka loyiqman. Men kichkina yoki katta emasman. Men hech kimga hech narsani isbotlashimni hojati yo'q. Men insonlarni menga tan berishiga muhtoj emasman. Hozir meni hech qanday narsa, hech qanday joy, hech qanday mato g'azabimni qo'zg'ata olmaydi. Hech kim. Meni bugun qalbim xotirjam. Men ishonch bilan aytishim mumkin. Har bir muammoni bugundan boshlab tez yechimini topaman. Chunki Yaratganim meni qo'llab turibdi. Meni ongim sog'lom, ijobiy fikrlar bilan to'la. Men doimo xavfsizman. Men har kuni a'lo darajada o'zimni his qilaman. Bugundan boshlab men atrofimdagilarni borligicha qabul qilaman. Ular ham meni borligimcha qadrlaydi. Men bilaman, bugungi kunim hech qachon qaytib kelmaydi. Men doimo quvonch, mehr bilan yashashim kerak. Men qalbim bilan shu oynaga qarayman va men doimo o'zimga ishonaman. Oynaga men emas, meni qalbim qarab turibdi. Qalbim, men seni sevaman. Sen meni jonu dilimsan. Meni kechir. Men anglamaganman. Men sendan minnatdorman. Qalbim, meni kechir. Shu vaqtgacha men senga mehr bermaganman. Senga e'tibor bermaganim uchun meni kechir. Men seni bugun ardoqlayman. Seni qadrlayman. Men sendan bugun minnatdorman. Sen muhabbatga loyiqsan. Sen mehrga loyiqsan. Men bugun baxtliman. Men bugun qalbimni ko'rdim. Men bugun muhabbatga, sevgiga, romantikaga loyiqman.
qalbim, bilasanmi? Sening va mening muhabbatim bu juda ham katta kuch. Men bilaman. Meni qalbim ochiq. Men bugundan boshlab mehr, sevgi tilida gaplashaman. Tashqi ko'rinishim menga juda yoqadi. Atrofimdagilar esa menga doimo xushomad qiladi. Men bilan iliq munosabatlarda. Men bugun barcha o'tmishimdan ozodman. Men bugun o'zimni, qalbimni hurmat qilishni o'rgandim. Men bilaman. Hayotim mo'jizasi, yaratuvchisi bu menman. Bu meni qalbim. Bugundan boshlab tez-tez o'zimni sevimli insonlarimdan so'rab turaman. Sizlarni kuchliroq sevishim uchun yana nima qilishim kerak? Men hayotga mehr ko'zlari bilan boqmoqdaman. Men ko'zim tushgan narsalarga mehr berishni boshladim. Muhabbat meni qamrab olgan. Chunki meni qalbimda sevgi, mehr, quvonch, bu esa hayotimni yoritib turibdi. Shu onda, shu daqiqadan boshlab qalbim, men sevishni o'rgandim. Men seni sevaman. Men afsusdaman. Men pushaymonman. Men aybdorman. Qalbim, meni kechir. Men sendan minnatdorman. Bugun men bu muhabbat, mehr kuchini boshqalarga ulashishni o'rgandim. Chunki hayot qonuni bor. Nima bersang, shuni olasan. Men bugun butun atrof olamga, insonlarga, jonzotlarga mehr ulashaman. Bu meni qalbim ulashadi. Azizlarim, bu amaliyotni 21 kun davomida oynaga qarab bajaramiz. Siz o'zingizni seving. Siz bu hayotga mehr ulashgani kelgansiz. Siz bilan sizni qalb gavharingiz Gavhar xonim bo'ldi.